Do'stlar, assalomu alaykum. YouTube muxlislari hamda kanalimiz obunachilariga, ko'rib turganingizdek seximizga kirib keldik. Gazablo stanoylari mana tayyor holatda. Bayram kuni ham dam olmasdan ertamanda akalarimiz bitta оборот kuyib qo'yay deb mana o'tlarni yoqib, suvlarni isitib, gazablo stanoylarini tayyorlab mana liniyali qilib mikserlari hamda suv bochkalari, tentiyu shlankalarigacha do'stlar. Mana liniyali qilib tayyorlaganmiz. Hattoki o'zimizni ham stanoy ishlab chiqaramiz do'stlar, hamda gazabloy g'ishtlarini ham ishlab chiqaramiz. Penabloylarini ko'rib turganingizdek liniyali qilganmiz. Avtoreskalarimiz do'stlar mana. Avtomatda avtoreska mana bloklari kesganmiz, tayyorlab zakazlarga xudo xolasa bloklarni yetkazib beramiz. Kimgadir shunaqa stanoylar kerak bo'lsa do'stlar, murojaat qilaverasizlar ekrandagi telefon raqamlarimizga. Seximizda siz xohlagan turdagi gazablo stanoylari, xohlagan akamizga menga ham shunaqa komplekt deydi desa, komplekt tayyorlab beramiz. Avtoreska yu mikserlarigacha. Отдельный qolip oladigan akalarimizga mana qo'shimcha qoliplarimiz, mishalkalarimiz, qo'yinki komplekt tayyorlab qo'yganmiz. Gazablo stanoylarini do'stlar. Rushnoy mana shablonlarimiz, reskalarimiz ko'rib turganingizdek. Menga akalar penablo stanoyga ham bo'laveradi. Penabloydan boshlayman biznesimni degan akamizga penablo qoliplari, stanoylari. Bularni ham komplekt tayyorlab beramiz do'stlar. Komplekt holatda. Qo'shimcha qolip so'raganimizga qo'shimcha qoliplarimiz bor. Qoliplar siz xohlagan, siz istagan razmerlarda, materiallari ham xudo xolasa rossiyskiy bo'ladi. Shu holat tayyorlab beramiz do'stlar. Kanalimizga like bosaverasizlar. Yanada yangi videolar qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa like bosib obuna bo'lib turing. Keyingi videolarimizda gazabloyni avtoreskada qanday kesish, kuyish jarayonlarini tushuntirib o'tamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.